Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun biz tavbat bo'yicha ish olib boramiz. Men 35 yillik stajga egaman, Rabbim Forzolovich. Bugun sizlarni tanishtirib boradigan dorilarning bittasi xalq tavbatda eng mashhur bo'lib kelayotgan quvvat dori. Buning juda ham xususiyatga ega. 3 yoshdan boshlab, yosh bolalardan boshlab qariyalargacha ichirsak bo'ladi. Bu narsa yosh bolalarda immunni ko'tarib beruvchi, xoslanishni yoqib beruvchi, qariyalarga pam'at kuchaytiruvchi, ko'z nurini beruvchi dorimiz hisoblanadi. Bu narsa 15 xil giyohdan tayyorlanadi. Kun mobaynida bir kunda bir marta bir choyqoshdan ishlatib boriladi. Buning xususiyatlari: nafas yo'lini ochadi, balg'am ko'chiradi, xronskiy bronxit, astma, o'pka, tuberkuloz kasallarini davolab beradi. Buni bir kunda bir choy qoshiq qaynoq suv bilan ichib boramiz, bir kunda bir marta. Ikkinchi dorimiz, agar erkaklarda prostata bezlari shamollash bo'lsa, erkaklik xususiyati pasayib ketgan bo'lsa, farzandi yo'q insonlarga juda ham foiz ko'taruvchi dorilarning bittasi bo'ladi. Bu narsa sevishda achish bo'lsa, hojatga ko'p chiqish bo'lsa, tunda uyqu qochib kechasi bilan uxlamasdan hojatga ko'p chiqish bo'lsa, birdan bir yordamchisi mana shu ikkita dorim bo'ladi. Agar juda ham qiynalayotgan bo'lsa, buyrak osti bezlari shamollagan bo'lsa, quvuq shamollagan bo'lsa, buyrak ostida buyrakda shamollashlar bo'lsa, qum bo'lsa, tuz bo'lsa, tosh bo'lsa, mana bu dorini tavsiya qilaman. Bir vaqtda ishlatsa bo'ladi. Bu narsa bir kunda 2 marta nosda kap otib, shirin choy bilan ichsa bo'ladi. Bu narsa shunchalik kuchli narsaki, bir hafta 10 kundan boshlab, bir hafta 10 kundan keyin boshlab qum, tuzlarni hayda boshlaydi. Bu dorimiz agar prostata bezlari shamollagan bo'lsa, xoslanish bo'lsa, farzandsizlik bo'lsa, bularga o'zimizda asalga tayyorlangan nima desam, dorimiz bir kunda ujundan keyin bir choy qoshiqdan yeb boriladi. Bu xoslanishni yoqib beradi, shamollashlarni ko'tarib beradi. Faqat erkak kishiga ruxsat. Bu dorilarimiz, mana bu dori eng zo'r dori. Bu narsa oilaviy, yosh bola, qariya, kelinlargacha ruxsat. Bu har kuni bir kunda bir qoshiq yeb boriladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.